Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya ikki qismga bo'linishi. Oltin yoshdan oshgan pensionerlar uchun tartiblar o'zgarishi. Kimga bu ta'sir qiladi, kim xavotir olmasligi kerak va eng muhimi. O'z pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hozir nimalarni tekshirishingiz kerak. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioner bor. Ota-onamiz, buvilarimiz, bobolarimiz yoki yaqin qarindoshlarimiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Avval pensiya masalasiga ko'pchilik oddiy qarardi. Odam pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi, ish staji va ish haqi hisoblanadi. Keyin har oy bitta umumiy summa sifatida pensiya oladi. Masalan, pensionerga 1 million 200 ming so'm tayinlangan bo'lsa, u odam shu summani bitta to'lov deb bilardi. Uning ichida qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha, qaysi qismi ustama yoki kompensatsiya ekanini ko'pchilik alohida ajratib o'tirmasdi. Endi esa muhokama qilinayotgan eng muhim nuqta shuki, pensiya faqat bitta umumiy raqam sifatida emas, balki tarkibiy qismlarga ajratilgan holda ko'rilishi mumkin. Ya'ni pensiya ikki qismga bo'linadi deganda odamlar buni ko'pincha noto'g'ri tushunib, pensiya yarmi olib qo'yilar ekan deb qo'rqib qolishadi. Men shu joyini aniq tushuntiraman. Ikki qismga bo'linish degani har doim pul kamayadi degani emas. Bu ko'proq hisob-kitobni ochiqroq qilish, qaysi summa nimaga berilayotganini ajratish, ayrim to'lovlar bo'yicha nazoratni kuchaytirish yoki qayta hisoblash tartibini aniqlashtirish degani bo'lishi mumkin. Lekin xavotirning sababi bor. Chunki har qanday o'zgarish pensioner uchun juda sezgir masala. Pensionerning daromadi odatda bitta asosiy manbaga bog'liq bo'ladi. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarindoshga yordam, nabiralarga xarajat, yo'l haqi, shifokor ko'rigi bularning hammasi pensiyadan chiqadi. Shuning uchun 100 ming so'mlik farq ham pensioner uchun oddiy raqam emas. Real hayotdagi non, dori yoki elektr to'lovi degani. Oldingi tartibda ko'pchilik e'tibor bermagan jihat bor edi. Pensiya miqdori bir necha omilga bog'liq bo'lgan. Birinchisi ish staji, ikkinchisi rasmiy ish haqi, uchinchisi qonunda belgilangan eng kam miqdorlar va ustamalar, to'rtinchisi alohida toifadagi fuqarolar uchun beriladigan qo'shimcha imtiyozlar. Masalan, nogironligi bor shaxs boquvchisini yo'qotgan oila, uzoq yillar og'ir sharoitda ishlagan odam, harbiy xizmat bilan bog'liq davrlar, bola parvarishi davri yoki mehnat daftarchasida qayd etilgan stajlar turlicha hisoblanishi mumkin. Endi o'zgarishning mohiyati shundaki, pensiya hisobida asosiy qism va qo'shimcha qism degan yondashuv ko'proq ahamiyat kasb etadi. Asosiy qism odatda odamning pensiya olish huquqini beradigan bazaviy hisob-kitobga bog'liq bo'ladi. Qo'shimcha qism esa staj, avvalgi ish haqi, alohida ustamalar, indeksatsiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Faraz qilaylik, Karim aka 13 yoshda 32 yil ish stajiga ega. Unga har oy 1 million 600 ming so'm pensiya tushadi. Oldin Karim aka faqat shu umumiy summani ko'rgan. Endi hisob-kitobda shunday bo'lishi mumkin. 1 million so'm asosiy pensiya qismi, 400 ming so'm staj va ish haqi bo'yicha qo'shimcha qism, 200 ming so'm esa ustama yoki kompensatsiya. Bu ajratish Karim akaning pulini avtomatik kamaytirib yubormaydi. Lekin agar hujjatlarda staj noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmasa yoki biror ustama asossiz qo'shilgan deb topilsa, qayta tekshiruvda farq chiqishi mumkin. Mana shu joyda pensioner ehtiyot bo'lishi kerak. Men birinchi navbatda ish staji eski davrga tegishli bo'lgan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Masalan, Sovet davrida kolxozda, zavodda, tashkilotlarda ishlagan, lekin arxiv hujjatlari to'liq saqlanmagan odamlar bor. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo buyruq raqami yo'q. Muhr xira, korxona nomi o'zgargan yoki tashkilot allaqachon yopilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya hisobida ayrim yillar tan olinmasligi xavfi paydo bo'ladi. Agar 5 yil staj hisobga olinmay qolsa, pensiya miqdorida sezilarli farq bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh rasmiy va norasmiy ishlagan davrlari aralash bo'lgan fuqarolar. Masalan, odam 20 yil zavodda rasmiy ishlagan, keyin 10 yil bozorda savdo qilgan, keyin yana 5 yil korxonada ishlagan. Agar bozor davrida ijtimoiy soliq yoki badallar to'lanmagan bo'lsa, u davr pensiya stajiga to'liq kirmasligi mumkin. Shunda odam hayotda 35 yil mehnat qilgan bo'lsa ham,
hujjat bo'yicha 25 yil ko'rinishi ehtimoli bor. 3-guruh 6 yoshdan oshgan, lekin hali ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik o'ylaydi, men pensiya olaman, yana ishlayman. Demak, hammasi o'z qo'licha ketaveradi. Aslida ishlayotgan pensionerning rasmiy daromadi, soliq to'lovlari, qayta hisoblash huquqi va ayrim ustamalar bo'yicha alohida holatlar bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lib, rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni to'g'ri o'tkazyaptimi? Ish staji tizimda aks etyaptimi? Mehnat shartnomangiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Bularni tekshirish kerak. 4-guruh nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bilan birga qo'shimcha to'lov oladiganlar. Chunki pensiya 2 qismga ajratilganda, aynan qo'shimcha to'lovlarning asosi ko'proq tekshiriladi. Masalan, bir odam nogironlik bo'yicha qo'shimcha oladi, lekin tibbiy ko'rik muddati uzaytirilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Yoki o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan, oila farzandning o'qishi davom etayotganini tasdiqlovchi hujjatni vaqtida topshirmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan, mehnat stajingiz to'liq tasdiqlangan, hujjatlaringiz joyida, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri bo'lsa, vahimaga tushishingiz shart emas. Pensiya 2 qismga bo'linadi degan gapni hammaning pensiyasi 2ga kesiladi deb tushunish noto'g'ri. Men buni yana bir bor aytaman. Hisob-kitob tarkibiy qismlarga ajratilishi pulning albatta kamayishini anglatmaydi. Masalan, Dilbar opa 11 yoshda 28 yil rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi to'liq oxirgi ish joyidan ish haqi ma'lumotlari bor. Pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri. U har oy 1 million ming so'm oladi. Agar tizimda uning pensiyasi 900 ming so'm asosiy qism, 300 ming so'm staj va ish haqi qismi, 200 ming so'm ustama sifatida ko'rsatilsa, Dilbar opa bundan qo'rqmasligi kerak. Aksincha, u endi o'z pensiyasining nimadan iboratligini aniqroq ko'ra oladi. Yana bir misol. Sobir aka 6-7 yoshda pensiyani bank kartasi orqali oladi. Har yili indeksatsiya bo'lganda pensiyasi oshib kelgan. Boshqa murakkab ustamalar yo'q. Uning asosiy vazifasi kartasi faol ekanini, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanganini, telefon raqami bog'langanini tekshirish. Bunday odam uchun o'zgarish asosan ma'lumotni to'g'ri yuritish masalasi bo'ladi. Birinchi misol. Ottaqul aka 6 yoshda pensiyasi 1 ming so'm. U 1979 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagan, keyin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv ma'lumotlari topilmayapti. Agar pensiya hisobida o'sha 17 yil to'liq tasdiqlangan bo'lsa, muammo yo'q. Lekin qayta tekshiruvda bu davr bo'yicha qo'shimcha tasdiq kerak deyilsa, Ottaqul aka arxivga murojaat qilishi. Sobiq ish joyining huquqiy vorisini aniqlashi yoki sud orqali mehnat faoliyatini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Bu ishni kechiktirsa, pensiya qayta hisobida farq chiqish ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Mohira opa 60 yoshda 25 yil maktabda ishlagan, keyin bir necha yil uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. U bola parvarishi davri pensiya stajiga qanchalik kirishini bilmaydi. Agar u hujjat topshirganda farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va kerakli ma'lumotlarni to'liq bermagan bo'lsa, ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiyasi 100 ming yoki 200 ming so'mga kam tayinlangan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda u pensiya bo'limiga borib, pensiya ishi bilan tanishish va qayta hisoblash uchun ariza berish huquqiga ega. Uchinchi misol. Rustam aka pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. U ish joyida siz pensionersiz. Sizga baribir deb aytishgan. Men bunday gaplarga ishonmaslikni tavsiya qilaman. Agar u rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchi mehnat shartnomasini ro'yxatdan o'tkazishi, ish haqi va soliqlarni qonuniy ko'rsatishi kerak. Keyinchalik qayta hisoblash masalasida bu ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi ishni norasmiy yuritsa, Rustam aka bugun ozgina naqd pul olayotgandek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya bo'yicha qo'shimcha huquqlardan mahrum bo'lishi mumkin. 4-misol. Nafsa opa o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Farzandi kollej yoki universitetda o'qiydi. Bunday holatda o'qish davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumot muhim. Agar hujjat o'z vaqtida topshirilmasa, tizim to'lovni to'xtatishi yoki qayta ko'rib chiqishi mumkin. Keyin odam pul nega tushmadi deb sarson bo'ladi. Aslida muammo bitta ma'lumotnoma vaqtida topshirilmaganda bo'lishi mumkin. Eng katta nozik jihat pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas.
ko'pchilik 6 yoshdan oshganlarga o'zgarish bo'ladi degan gapni eshitib, hamma 6 yoshdan oshgan pensionerga bir xil qoida qo'llanadi deb o'ylaydi. Bu to'g'ri emas. Bir odam yoshga doir pensiya oladi, boshqasi nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. To'rtinchisi esa pensiyada bo'lsa ham rasmiy ishlaydi. Har birining hujjati, staji, ustamasi va hisob kitobi alohida. Yana bir nozik jihat minimal pensiya va qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi pensionerlarning asosiy hisoblangan pensiyasi kam chiqadi, lekin davlat belgilagan eng kam darajadan past bo'lmasligi uchun qo'shimcha to'lov bilan ko'tarib beriladi. Masalan, hisob bo'yicha odamga 700 ming so'm chiqdi, lekin amaldagi ijtimoiy kafolatlar sababli unga 900 ming so'm to'lanishi mumkin. Mana shunda pensiya ikki qismga ajratilganda odam nega mening asosiy pensiyam kam yozilgan deb hayron bo'ladi. Aslida umumiy to'lov eng kam darajaga yetkazilgan bo'lishi mumkin. Buni tushunish uchun pensiya varaqasidagi tarkibni ko'rish kerak. Yana bir muhim masala ortiqcha to'lov. Agar tizimda xato sababli odamga bir necha oy yoki bir necha yil ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu aniqlanganda qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Men pensionerlarga shuni aytaman. Agar sizga odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darrov sababini aniqlang. Davlat berdi, demak meniki deb o'ylamang. Agar bu texnik xato bo'lsa, keyin o'sha summa ushlab qolinishi mumkin. Ayniqsa bank kartasiga to'lov tushganda SMS xabarini ko'ring, pensiya bo'limidan aniqlashtiring. Boshqa bir nozik holat, yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, ro'yxat ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bu to'lovga darhol ta'sir qilmasligi ham mumkin. Lekin hujjat tekshiruvida muammo tug'diradi. Masalan, odam Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chgan, lekin pensiya ishi eski joyda qolgan. Keyin ma'lumot olish, qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lov masalasida ortiqcha vaqt ketadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam pensiyangiz tarkibini tekshiring. Siz faqat bank kartaga tushgan umumiy summani bilib qolmasdan, pensiyangiz qaysi qismlardan iboratligini aniqlang. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlar orqali ko'rish imkoniyati bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz orqali tekshiring. Siz menga pensiyam qanday hisoblanganini, qancha staj inobatga olinganini, qaysi ustamalar qo'shilganini tushuntirib bering deb so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni jamlang. Eng kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'qish haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Nusxalarini alohida tayyorlang. Asl nusxalarni hech kimga nazoratsiz bermang. Uchinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyi tizimda aks etganmi? Qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, shuni aniqlang. Agar mana bu 3 yil hisobga olinmagan degan holat chiqsa, darhol arxivga so'rov bering. Arxivdan javob olish vaqt oladi. Shuning uchun muammo chiqqandan keyin emas, oldindan harakat qilish kerak. 4-qadam, ariza yozishni biling. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinganini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizangiz qabul qilingan sanani, kirim raqamini yoki elektron tasdiqni saqlang, chunki keyin javob muddati va mas'uliyat shu hujjatga bog'liq bo'ladi. 5-qadam. Tushunarsiz ushlab qolishlar bo'lsa, izoh talab qiling. Agar pensiyangiz avvalgidan kam tushsa, darhol sababini so'rang. Pensiya ikki qismga bo'lindi. Shuning uchun kamay degan umumiy javob yetarli emas. Siz aniq so'rashingiz kerak. Qaysi qism kamaydi? Nima asosda kamaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi qaror yoki hisob kitob bo'yicha shunday bo'ldi? Har bir ushlab qolish yoki qayta hisoblashning huquqiy asosi bo'lishi kerak. 6-qadam. Telefon qo'ng'iroqlari va shubhali xabarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusida o'zgarish bo'lsa, firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyanga ikki qismga bo'linadi. Kartangizni yangilash kerak, kodni ayting. Plastik raqamni yuboring deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodi bank kartaning to'liq ma'lumotlarini
ilova parolini begona odamga aytmang. Pensiya masalasi bo'yicha faqat rasmiy idora, rasmiy portal yoki bankning rasmiy aloqa kanallari orqali ish ko'ring. 7-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon orqali xizmatlardan foydalanishni bilmasligi mumkin. Ular hujjatni qayerdan olishni, ariza qanday yozilishini, navbatga qanday turishni bilmaydi. Agar oilangizda 6 yoshdan oshgan odam bo'lsa, uning pensiya summasini, kartasi ishlayotganini, hujjatlari to'liq ekanini tekshirishga yordam bering. Bu oddiy yordam emas. Bu odamning oylik daromadini himoya qilishdir. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato hammasi avtomatik bo'ladi deb kutish. Ko'p ma'lumotlar elektronlashmoqda, lekin eski stajlar, arxiv hujjatlari, familiya o'zgarishi, korxona yopilishi kabi masalalarda insonning o'zi ham harakat qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi xato, mehnat daftarchasini yo'qotish yoki e'tiborsiz saqlash. Mehnat daftarchasi eski davr ish stajini tasdiqlashda juda muhim. Agar u yo'qolsa, arxivma-arxiv yurishga to'g'ri keladi. Shuning uchun uni quruq, xavfsiz joyda saqlang, sifatli nusxa yoki skan variantini tayyorlab qo'ying. Uchinchi xato, og'zaki javobga ishonib ketish. Bir xodim sizga bo'lmaydi desa, bu hali yakuniy qaror degani emas. Siz yozma javob so'rashga haqlisiz. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Agar siz rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. To'rtinchi xato, muddati o'tgan hujjatlarni yangilamaslik. ID karta, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, bank kartasi, telefon raqami kabi ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Pensioner uchun bir oy pensiyasi qolish juda og'ir. Shu sababli hujjatlarning amal qilish muddatini oldindan tekshiring. 10 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim narsa barqarorlik. Ular kutilmagan o'zgarishlardan ko'proq zarar ko'radi. Chunki qo'shimcha daromad topish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 6+ yoshdagi pensionerlarga 3 ta narsani alohida tavsiya qilaman. Birinchisi, pensiya tushadigan sanani va summani har oy yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, yanvar 1 million dir 20 ming, fevral 1 million dir 20 ming, mart 1 million 20 ming. Agar bir oy 1 million 200 ming tutsa, farqni darhol sezasiz. Ikkinchisi, doridir darmon va majburiy xarajatlarni hisobga olib, pensiya kelgan kuni hammasini birdan sarflamang. Agar qayta hisoblash, ushlab qolish yoki texnik kechikish bo'lsa, kamida bir necha kunlik zahra pul juda asqotadi. Uchinchisi, rasmiy ma'lumotni eshitmaguncha vahima qilmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi bo'linadi. Yarmini olib qo'yishadi. 6 yoshdan oshganlarga yangi taqiq degan gaplar ko'p tarqaladi. Men doim aytaman, pensiya masalasida faqat rasmiy manba, yozma javob va shaxsiy hisob kitobga tayaning. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Demak, pensiya 2 qismga bo'linadi degan xabarni qo'rqinchli sarlavha sifatida emas, hisob kitob va hujjatlarni aniq tekshirish zarurati sifatida tushunish kerak. Bu o'zgarish hammaning pensiyasi kamayadi degani emas. Lekin hujjatda kamchilik bor. Staji to'liq tasdiqlanmagan, qo'shimcha to'lov oladigan, ishlayotgan pensioner yoki eski davr ish joylari bo'yicha ma'lumotlari noaniq bo'lgan fuqarolar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangiz tarkibini tekshiring, stajingizni aniqlang, hujjatlaringizni jamlang, kerak bo'lsa yozma ariza bering, tushunarsiz kamayish bo'lsa izoh talab qiling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Eng muhimi, oilangizdagi pensionerlarni yolg'iz qoldirmang. Birgalikda hujjatlarni tekshirib qo'ysangiz, keyinchalik katta muammoning oldini olasiz. Sizning fikringiz men uchun muhim. Pensiya 2 qismga bo'linishi haqidagi xabarni qanday tushundingiz? Sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasida o'zgarish bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.